erkak kishi uchun eng og'ir botadigan gap qaysi gap? Buni yodingizda tuting. Eriga qarab sizga turmushga chiqib nima ko'rdim o'zi deyishligi. Mana bu gap juda og'ir gap. Chunki bu noshukrlik bo'ladi. Siz umr yo'ldosh ko'rdingiz. Siz mana shu eringizni rozi qilib jannatga kirib olish imkoniyatini topdingiz. Mana shu eng katta gap. Hatto ba'zi birlari o'zlarini husni chiroyliklari bilan, o'zlarini husni jamollari bilan ba'zan erlarini pastga oladilar. Go'yoki eri oldida o'zini juda go'zal sanaydilar. Bilishlari kerakki, agar qaysi bir ayol kishi mu'min bo'lgan, musulmon bo'lgan, yaxshi ibodatda, taqvoda turgan, bolam chaqam deb turgan solih bir erkakga ozor bersa, jannatdagi hurlar aytar ekan: "Ey ayol, bu erga qo'pollik qilma, u seni qo'lingda vaqtincha turibdi, ertaga biz oldimizga keladi" deyarkanlar. Qarang, eriga ozor bermaslik kerak. Likey